Siz yillar davomida grammatikani o'rganib kelyapsiz, lekin speakingingiz hali ham 5-5,5 da qotib qolganmi? Demak, bu video siz uchun oxirigacha ko'ring va men sizga 4 ta aniq nima uchun sizni grammatikangiz yaxshi bo'lsa ham speakingingiz rivojlanmayotgan sabablarni ko'rsatib beraman. Lekin bitta narsa aniq, sizni grammatik bilimingiz kam emas, shunchaki siz qanday qilib o'rgangan grammar strukturalaringizni speakingga olib chiqishni, ya'ni nutqingizga moslashtirishni bilmaysiz xolos. Va shuni aytib o'ta olamanki, darsni oxirigacha diqqat bilan eshitib o'tiradigan bo'lsangiz, siz 4 ta aniq nima uchun siz xato qilayotganingiz sabablarini va undan tashqari speakingingizni grammatika qismini oshirish bo'yicha bilimlarni ham olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Meni tanimaganlar uchun men Teacher Shahzoda 5 yillik tajribaga ega ingliz tili o'qituvchisi hisoblanaman va shu yillar davomida 500 dan ortiq o'quvchilarni General Speaking va IELTS Speaking darajalarini muvaffaqiyatli tarzda oshirishga yordam berdim va o'zimning shaxsiy IELTS balim esa Speakingdan 8,5 sohibasiman. Birinchi sabab, siz juda ham ko'p grammatik qoidalarni bilasiz, lekin sizga gapirish navbati tekganda siz qaysi grammar strukturani ishlatsam ekan deb o'ylanib qolasiz. Demak, muammo sizni bilimsizligingizda emas, muammo siz o'rgangan grammar strukturalaringizni aktiv holatda ishlatmaganingizda. Endi sizga qanaqa yechim bo'ladi deydigan bo'lsangiz, sizga bitta yo'lini ayta olaman. Ya'ni shu paytgacha o'rgangan grammar strukturalaringizni olasiz va o'rtacha 3 tadan 5 tagacha gap tuzib chiqasiz. Ikkinchi sabab, siz grammatikani test ishlashda va grammatika kitoblaridagi mashqlarni bajarishdagina deb o'ylaysiz, lekin aslida siz juda ham xato fikrlayapsiz. Grammatikada o'rgangan bilimlaringizni ko'p bilimlarga ega bo'lishingizga qaramasdan speakingda ishlata olmayotganingiz sababi esa siz mavzulashtirilgan, ya'ni present simple, present continuous yoki prepositions deb mavzulashtirilgan grammatik qoidalar asosida strukturali gaplar tuzishni boshlamagansiz va qachonki siz struktura orqali gaplar tuzishni boshlaysiz, shundagina siz o'rgangan grammatikangizni speakingda ishlatishingizni ko'rasiz. Uchinchi sabab, siz grammatikani sekin ishlatasiz, ya'ni har safar speaking qilishdan oldin o'ylanib o'tirasiz. Bu zamonni to'g'ri ishlatdimmi yoki xato ishlatdimmi? Meni eshitayotganlar ustimdan kulsachi deb har doim o'ylanib o'tirasiz va o'zingizga o'zingiz vaziyatni murakkablashtirasiz. Misol uchun sizga what did you do yesterday deb savol berilsa, siz o'ylaysiz, do ishlatdingmi, did ishlatdingmi, done'mi yoki oddiygina went deb qo'yaymi deb o'ylaysiz. Endi qarang, sizga ishlaydigan bitta yechim tez va oson gap tuzishni tanlang. Sizga what did you do yesterday deb savol beriladigan bo'lsa, demak nima deb javob berishingiz mumkin? I went, I felt, I studied deb shu orqaligina siz vaziyatdan oson chiqib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'rtinchi sabab, siz grammatika va speakingni alohida mavzularga bo'lib o'rganyapsiz. Ya'ni siz grammatikada o'rgangan mavzungizni speakingga moslashtira olmaysiz yoki speakingda o'rgangan mavzungizni grammatikaga moslashtira olmasdan o'tirasiz. Endi sizga yechim qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, misol uchun bitta grammar mavzuni tanlaysiz. Deylik, present continuous. Va bilamizki, present continuous qachon ishlatiladi? Qoidalardan biri hozir vaqtinchalik davom etayotgan ish harakatlarga ishlatish mumkin, to'g'rimi? Keling, men sizga o'zim misol beraman. Misol uchun, present continuous strukturasini hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Gap tuzib beraman. I am shooting a video. I am learning English. Ko'rdingizmi? Juda ham oson, faqat siz shu qoidaga amal qilsangizgina grammatika bilan speakingingizni bir vaqtda olib keta olasiz va speakingingizdan grammatika qismida ancha yaxshi ballarni qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Agar yuqoridagi 4 ta sabab ichida o'zingizni ko'ra olgan bo'lsangiz, men sizga 1 oylik intensiv speak up kursimni taklif qilaman. Bu kursda siz 1 oy davomida men va 2 ta support teacher bilan birgalikda ishlab, speaking ballingizni 0,5 balldan 1,5 ballgacha ko'tarib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shoshiling, havolani to'ldiring va men sizga o'zim aloqaga chiqaman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'ying va ingliz tilini o'rganayotgan o'rtoqlaringizga ham ulashib qo'ying.